Suv bebaho ne'mat. Undan qonuniy va oqilona foydalanish har birimizning mas'uliyatimizdir. Ayrim hollarda ichimlik suvi va oqova suv tarmoqlariga o'zboshimchalik bilan ulanish, shartnomasiz foydalanish yoki hisoblagichlarga noqonuniy aralashish holatlari uchramoqda. Eslatib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasining 784-sonli qonuniga ko'ra, ichimlik va oqova suv tarmoqlariga faqat texnik shart asosida hamda tegishli shartnoma rasmiylashtirilgandan so'ng ulanishga ruxsat etiladi. Suv ta'minoti tarmoqlariga noqonuniy ulanish, hisoblagich plombalariga zarar yetkazish yoki ko'rsatkichlarni o'zgartirish qonunbuzarlik hisoblanadi. Bunday holatlarda fuqarolarga bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravaridan 15 baravarigacha, mansabdor shaxslarga esa 25 baravarigacha miqdorda jarimalar qo'llaniladi. Bundan tashqari, oqova suv tarmoqlaridan foydalanish qoidalarini buzish, noqonuniy ulanish yoki tarmoqlarga zarar yetkazish ham ma'muriy javobgarlikka sabab bo'ladi. Hududiy nazorat inspeksiyalari tomonidan joylarda o'tkazilayotgan nazorat tadbirlari davomida aniqlangan qonunbuzarliklar yuzasidan huquqbuzarlarga qonun talablari tushuntirilib, ma'muriy choralar ko'rilib kelinmoqda. Zero, qonunlarga rioya qilish suvni asrash, xavfsizlikni ta'minlash va kelajakka mas'uliyat bilan qarash demakdir. Ichimlik suvidan qonuniy foydalaning.